Assalomu avtosayr obunachilari. Andijon bozoriga chiqib qolganmiz. Bu qismga arzon Damas olishda davom etamiz. Ancha-muncha Damaslarimiz bor. Puli qimmatidan akalarning puli arzonidan ko'rsatishda davom etamiz. Shu Rustam boshidagi akalarim 2004-yil texnik pasportda 2009 kuzi bosilgan oldin mo'rda almashgan ekan. Ko'rsanglar bo'laveradi. Aka, buni suvalari butunmi? Kiraskalari bir 50% bor ukam deyapti. Alishgan ulangan detallari yo'qmi? Oldin mo'rdasi almashgan xolos deyapti. Yumshoq balonlari bor, balon holatlari yaxshi. Salonga kirsanglar, ashkaga mehr berilgan. Chexol poligi bor, barlar qo'yilgan. 789 ming yurgan mashina. Tomlarni ham mana ko'rsanglar bo'laveradi. Qayerda mashinasi aka bu? Buloqboshi Nayman degan joyda mashinasi. Chexol poliklari bor. Mana kolonkalarni ham bemalol ko'rsanglar bo'laveradi. Shumka ham bo'lgan shekilli. To'nli shumka ekan. Mashinamizda gazi bor ekan-a? Gazlargacha bor. Orqasi to'plab qoraytirilgan ekan. Orqa tomon ko'rinishlari. Benzinda atkaz qilmayaptimi? Mashina benzinda atkaz qilmayapti. Generalni berasizmi? Generalni beriladi. Narxi nechi bu? 2,5 kam. Narxini akalarni 2,5 ming kami bor deyapti. Generalni beriladi. Nomeringizni aytib qo'ysangiz? 91lik 168 98 71 raqamlarga 74 raqamlarga murojaat qilaverasizlar. Mos, motor, hadavul, korobka ishi yo'qmi? Hamma yo'q, zo'r. Bemalol murojaat qilsanglar, batafsil ma'lumotni olsanglar bo'laveradi. Layklarni bos, esdan chiqmasin akalarim. 2003-yil. Eshiklar yoping. Motor, hadavul, mos, korobka ishi yo'q. Yo'q. Kiraskalari qanaqa? Kiraska bir qop temir. Bir qop temirga beraveramiz deyapti. Joyi ham bor. Toza joyi yo'qmi? Toza joyi yo'qdanmi? Kiraska emas joyi ham bor u. Ozroqda. Ha, bu yumshoq balonlari bor. 60 ga 40 ekan kiraskalari. Chexollari bor, ko'rsanglar bo'laveradi. Polilar solingan. Mashinamiz yurgani endi 480 ming bo'libdi. Yurgani to'xtab qolgan shekilli. Yili nechi dedingiz buni? 2003-yil Damas akalarim. Ko'rsanglar bo'laveradi. Temir gaz balonlari bor. Benzinda yuryaptimi bu? Yuradi. Benzinda ham yurar ekan. Mashinani ko'ryapsizlar. Motor, mos, korobka ishi yo'q ekan deyapti. Generalni beriladimi? Generalni beriladi. Narxi nechi bu? 2000 dan ozgina o'tib beraman. Narxini 2000 dan ozgina o'tib berilar ekan. Ko'rsanglar bo'laveradi. Nomerlarini aytib qo'ysangiz? 93lik 417 2551 raqamlarga bemalol murojaat qilaverasizlar. Damazga qiziqqan akalarim. Bu suyetida minaman desanglar 2008-mi? Ha, 1998-yil. Kiraskalari qanaqa? Bir 50% kiraskalari bor deyapti. Uja alishgan ulangan detallari yo'qmi ekan? Suvalari butunmi? Yumshoq balonlari bor. Balon holatlari yaxshi holatda. Saloniga kirsanglar, chexol poligi bor. Yurgani 706 ming bo'libdi. Barlar qo'yib qo'yibdi mashinaga. Mana mashina salonlarida ham bemalol ko'rsanglar bo'laveradi. Bemalol aytdilar, teshib salonga qo'yib olasizlar ekan. Mashina temir gaz baloni bor ekan. Mana orqa tomon ko'rinishlari. Orqalarni ham bir qator ko'rsatib qo'ysam, endi 98-yil mashina bo'ladi akalarim. Pollari mana pollarja urinib ketmagan ekan. Mana bemalol ko'rsanglar bo'laveradi. Endi buni akalarim labu qo'shlilar ham bo'laverar ekan. Akam bu generalni chiqadimi? Generalni chiqadi. Narxi nechi bu? Narxi 2200 ozgina. 2200 kam bor, generalni chiqadi. Benzinda atkaz qilmayaptimi? Yo'q, benzin yurmaydi, gazda yuradi. Faqat gazda yuraverasizlar akalarim. Nomeringizni aytib qo'ysangiz? 93lik 060 51 20 raqamlarga murojaat qilaverasizlar. Nech pul so'rashdi aka bozor? Nech pul so'rashdi bozor? 1800 1900 ga bermayapsiz. Qo'shsa beraverasiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar, batafsil ma'lumotni olaverasizlar. Mos korobkalari ishi yo'q ekan. Bemalol telefon qilib olsanglar bo'laveradi. Bozoringizni bersin. 2010-yil ishlab chiqarilgan kiraskalari qanaqa buni? Kiraskalari
Kraskalari bir 5-10% bor xolos. 5-10% kraskasi bor, moz, motor, ходовой korobkalarida 15 kun sinov olish sharti bilan. 15 kun minadi, mashina yog' solib ketaveradi. Aynigan kuygani yo'q. Mashinani ko'rsanglar bo'laveradi akalarim. Ha, bo'ldi, mana hozir qo'lga tushdi. Temir gaz baloni bor, yumshoq balonlargacha bor, balon holatlari ham o'rta holatda. Saloniga kirsanglar, chexol polidislarmi bor. 445 ming yurgan mashina. Ko'ryapsizlar akalarim. Video registratorlargacha bor. 1000 so'm puli borga bank qilib beraveramiz. 1000 so'm puli borga akalarim bank beradi. Endi 1000 dollar deganida chexol poligi bor. Mana tomlarni ham ko'rsanglar. Bo'laveradi. Mashinamizda temir gaz baloni bor. Benzin yuryaptimi aka? Benzinga ham yuradi, gazga ham yuradi. Benzin ham, gazga ham yuraverar ekan mashina. Mana orqa pollarini ham ko'rsatib qo'ying. Asli eng qiziq joylari pollarda o'zi. Mana pollar. Mana o'ta go'zal. Ko'rsanglar bo'laveradi pollarni ham. Mana hech qayerga yorug' tushmagan. Moslarda ovoz yo'q, motorlarda Narxini nechi deyapsiz buni? Narxini 3,5 dan tushib beraman. 3,5 ming kami bor. Genalni berasiz bunga aka? Generalni любой hujjat chiqadi. Bu hujjat chiqadi. Variant 1000 dollar puli borga variant chiqadimi? Yo'q, variant bo'lmaydi, to'liq bank qilib beraman. Faqat bank bo'ladi. Nomeringizni aytib berasiz? Nomerimiz 93lik 93lik 767 767 36 36 63. 63 raqamlariga bemalol 24 murojaat soat qilish mobaynida telefon qilinaveradi. Mana 9-sini ham olib qo'ying. xohlasanglar 2009-yil bu ham qaymoqrang suvetda kraskalarichi. Buni kraskalari bir 20% bor, lekin kesib ulog'i yo'q, sularga bitdi. 20% kraskalari bor, kesib ulangan joylari yo'q ekan deyapti. Ko'rsanglar bo'laveradi. Buni ham balon holatlari yaxshi holatda. Saloniga kirsak, chexol poligi bor. Apshipkaga mehr berilgan. Yurgani 528 ming bo'pti. Shu joyda esdan chiqarmay bittadan akpatchani esdan chiqarmay bosib olinglar. Qanaqa mashina kerak bo'lsa, nechinchi yildagi mashina kerak bo'lsa, komment yozsanglar, sizlar uchun topishga harakat qilaman. Benzin gaz atkaz yo'q-a? Dokumentda ham muammo yo'q deyapti. Orqa tomon ko'rinishlari. Buni polini alingda qilib qo'yishibdi. Nima deydi, ko'rinmaydigan. Mashinani ko'ryapsizlar akalarim, o'zlaringizdan. Buni narxini necha pul qilib beramiz? Buni 33 dan kamit beramiz. Moz, motor, ходовой korobka ish yo'q-a? Yo'q, hamma yo'g'i zo'r. Bunisi narxini 3000, buni ham 3300 ga berasiz, kami bor. Ha, 3300 kami bor ekan. Mashinani ko'rsanglar bo'laveradi. Generalni chiqadimi aka bu ham? Hujjat bo'ladi. Generalni chiqadi. Nomeringizni aytib qo'ysiz? Nomerim 93lik 93lik 767 767 36-63 raqamlariga 24 soat mobaynida telefon. 36-63 raqamlariga murojaat qilaverasa 24 soat aloqada bo'lar ekan. 2010-yil 30% kraskalari bor. Alishgan ulangan detallari yo'qmi? Alishgan ulangan detallari yo'q ekan deyapti. Mashinani ko'rsanglar bo'laveradi. Esdan chiqarmang, like patchani esdan chiqarmang. Kommentda fikr qoldirsam esdan chiqmasin. Mana mashinamizning yon tomon ko'rinishlari. Yumshoq balon bor, o'rta holatda balonlari. Saloniga kirsak, mana ko'ryapsizlar, ashukalarini. Chexol poligi bor, yurgani 766 ming yurgan mashina. 30% kraskasi bor, suvalari butun deyapti. Mashinani ko'rib turibsizlar, temir gaz balonlari bor. Orqa tomon ko'rinishlari. Benzinda yuryaptimi aka? Benzinda yurmaydi, faqat to'lqa gazda yuradi. Gazni quyib minib ketaverasizlar akalar. Bu ham baloni ko'r bo'lmas ekan. Mana bemalol mashinani ko'rsanglar bo'laveradi. Endi akalarim o'zlaringizga qiziq joylarni aytsanglar, mana qanaqa joylarni ko'rsatinglar desanglar, iloji boricha harakat qilaman. Mashinamiz gazda. Akam buni generalni chiqadimi? Generalni chiqadi. Narxi necha pul? Narxini 3,5 ming kami bor deyapti. Nomeringizni aytib qo'ysiz? 33lik 107 1023 raqamlarga bemalol murojaat qilaverasizlar. Mashinamiz kimga qiziq bo'lsa. Nima qilsa? Bank ham bo'ladi, variantchi. 1000 pul borga bank chiqaverar ekan. Bemalol murojaat qilsanglar, batafsil ma'lumot olsanglar bo'laveradi. Nomeringizni aytsangiz? 33lik 107 1023 raqamlariga murojaat qilaverasizlar. 2019-yil 20 fohisha kraskalari bor. Ko'rsanglar bo'laveradi. Oppoq Damas binaman degan akilarimizga. Mashinamizda yumshoq balonlari bor. Balon holatlari yaxshi holatda. Saloniga kirsak, chexollari bor.
Salafonlar urab qo'yilgan ekan. Ashyolarga 187 ming yurgan Damas bo'ladi. Orqalarida ham mana chixollari bor. Ko'rsanglar bo'laveradi. Mashina temir gaz baloni bor-a? Mashinamizni gazlargacha bor. Mashina orqa tomonki ko'rinishlari ko'rsanglar bo'laveradi. Lak patchani esdan chiqarmay bosaverasiz. Pul yangi ko'roylar aka 5 mingdan o'tib beramiz. Kalonkasi ketadimi, olib olasizmi aka? Hamma yo'q ketadi, hech narsa. Shunday mana kalonkalargacha o'rnatib qo'yibdi. Kalonkalargacha beraman ukam deyapti. Endi 2019-yil mashinada endi pollari toza bo'lsa kerak. Aka motor, moz, korobka ishi yo'qmi? Narxi nechi bu? Narxini 5 mingdan o'tib beramiz deyapti. Generalniy chiqadimi? Hamma yo'q chiqadi. Variantchi? Variant chiqadi, narx. Faqat narxga. Necha pul qildi bozor? Hali qilmadi. Hali bozor qilmabdi, 5 ming kam bor deyapti. Nomer aytib qo'ysangiz? 93lik 34 25 27 raqamlarga bemalol murojaat qilaverasizlar. Mashinaga qiziqqan akalarim. 2014-yilgisidan boshlasak, kraskalari 20% bor deyapti. 20% mi kraskalari? 20% kraskalari bor. Mashinani ko'rsanglar bo'laveradi. Laklar esdan chiqmasin, yumshoq balonlari bor. Kommentda fikr qoldirib ketinglar akalarning. Qanaqa mashina kerak bo'lsa, yozib ketinglar. Chixol poligi bor. Ashyolarda o'zgartirilgan. Yurgani 248 ming yurgan mashina. Orqa tomon ko'rinishlari, orqalarida mana chixollari bor. Mashinamiz mana temir gaz balonlari bor ekan. Ko'rsanglar bo'laveradi. Orqa tomon ko'rinishlari. Orqalarida mana chixollari bor. Pollarini ko'rsib bo'lmaydi ekan. Buni ham pollari shumka ham bo'lgan ekan, keyin ustiga narsa ham qilingan ekan. Benzin ham yuraveradi-ya. Benzin ham yuraverar ekan. Mashinani ko'ryapsizlar, mana bu tomon ko'rinishlari. Akam generalni berasizmi? Generalni beriladi. Xohlagan dokumenti chiqadi. Narxi nechi pul? Narxini yaqinlashtirib 4,5 kami bor deydi. Yaqinlashtirib 4,5 ming kami bor. Nomeringizni aytib qo'ysangiz? 93lik 425 88 17 generalni chiqadi-ya. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Moz, korobka ishi yo'q ekan deyapti. Murojaat qilib batafsil ma'lumot olsanglar bo'laveradi. 2016-yil bundan buyoq akalarim yangiroq, yili yangiroq Damazlarga o'tish ko'rsatishda davom etamiz. 2016-yil 30% kraskalari bor deyilyapti turgan Damas. Suvalari butun ukamlayapti. Mashinani ko'rsanglar bo'laveradi. Yumshoq balonlari bor. Balon holatlari ham yaxshi holatda. Mashinamiz ponni shumkada ekan. Saloniga kirsanglar mana chixol dislarmi, poli dislarmi bor. Yurgani ham 220 ming bo'libdi. Orqalarida mana chixol polilari bor. Tomlariga ham ahamiyat berib ketasizlar. Kommentda fikrlaringizni qoldirib, bitta like bosib ketasizlar. Gazi bor-a buni? Gazlari bor. Moz, korobka ukam yaxshi ekan. Deyapti, ko'rsanglar bo'laveradi. Bu endi mashinani 2016-yil pollari ham butun bo'lsa kerak. Shumka bo'lgan ekan. Pola ham shumka bo'lgan. Aka buni generalni chiqadimi? Chiqadi, generalni afarmiliyatga Olasizlar nomlaringizga chiqargan, olasizlar generalni chiqargan. Moz, korobkalarda ishi yo'q ekan. Narxini nechga beramiz aka? 4200 ga beramiz. Bo'lishimi yo kami ham bor? Bo'lishini 4200 ga berib yuboramiz deyapti. Generalni chiqadi, olasizlar nomlaringizga o'tib olasizlar. Dokumentda muammo yo'q. Variant chiqadimi 2000 puli borga? Faqat narxga. Nomeringizni aytib qo'ysangiz? 93lik 603 1171 raqamlarga murojaat qilaverasizlar, layklarni ham bosaverasizlar. Xolasizlar 2019-yil kraskalari-chi? Orqa kapotda bor xolos. Orqa kapotda kraskasi bor. Qolgan joylari toza ekan. Aka buni moz, motor, korobka ishi yo'qmi? Motor korobkada ishi yo'q. Probegi 470 ming yurgan. Aybi ko'p yurib qo'ygan. Probegi ko'p yurib qo'ygani xolos deyapti. Yumshoq balonlari bor. Saloniga kirsak, chixol poligi bor. Ashyoga mehr berilgan mashinaga 473 ming yurgan.
ko'ryapsizlar. Orqalarida ham chexol polilari bor. Egasi tinmay kira qilgan shekilli aka. Mashinani ko'ryapsizlar. Bu 5 shumka variant ekan-da. Temir gaz baloni bor buni ham. Buni ham temir gaz baloni bor. Benzinda yuradi-ya. Mashinani ko'rsanglar bo'laveradi. Esdan chiqarmay raklarni ham bosaverasiz akalarim. Mashinamizda shumkalari bor ekan, buni ham polida. Men shumkasini chiqarib olmaylik, ko'rsanglar bo'laveradi orqalarini ham. Aka buni motor, mos, korobka ishi yo'qmi? Hamma yo'q, zo'r. Generalniy chiqadi-ya bu ham. Bu ham generalniy chiqar ekan. Aka buni narxini necha pulga beramiz? Buni bo'lishi 4600 ga beramiz. Probeg ko'payib ketgan xolos. Mashina o'zi yaxshi holatda deyapti. Nomeringizni aytib qo'ysangiz 93 603 1171 raqamlarga murojaat qilaverasizlar. Mashinaga qiziqgan akalarim. Like bosganni esdan chiqarmay, kommentda fikrlaringizni qoldirib ketasizlar. Bilaman akalarim, yili yangiroqdan minaman desanglar 2023-yil kraskalar top-toza, petnosi ham, reykovkasi ham yo'q deyilyapti turgan oq Damas bo'ladi. Ko'ringlar akalarim, bittadan like deb bosib, kommentda fikrlaringizni qoldirib ketinglar. Yumshoq balonlari bor, ko'rsanglar bo'laveradi. Balon holatlari ham yaxshi holatda. Absukaga mehr berilgan. Chexol poligi bor, polini yaxshidan solib qo'ygan. 92 ming yurgan Damas bo'ladi. Gaz o'rnatib qo'yganmisizlar? Mashinamizda gazlargacha bor. Orqalarida ham mana chexol poli dislarmi? Mashinamiz qizil joylari generalniy chiqadi. Temir gaz balonlari bor. Endi akalarim 2023-yil mashinani pollari toza bo'ladi. Ko'rsanglar bo'laveradi. Aka buni mos, motor, hadavo, korobka ishi yo'qmi? Baholasi ishi yo'q, minib ko'rib yoqsa pul sanaveradi. Minib ko'rasizlar akalarim. Mashina yoqsa bemalol pul sanaverasizlar. Mashinamiz generalniy chiqadi. Mana ko'rsanglar bo'laveradi. Narxini necha pulga beramiz? Avtosayr obunachilari uchun 6600 ga kam yo'q-a? 6600 ga bo'lishini beradi. 2023 bo'ladi akalarim. Generalniy chiqadi. Maslahatlashib tayyor qilib bemalol telefon qilsanglar, batafsil ma'lumotni akam o'zidan ham olaverasizlar. Nomeringizni aytib qo'ysangiz 91 291 0777 raqamlariga murojaat qilsanglar bo'laveradi. Like'larni ham bosaverasizlar. 2023-yil yana bitta oppoq Damas topib qo'ydim. Bitta joyda reytovkasi bor, petnos yo'q. Ko'rsanglar bo'laveradi. 170 ming yurganmi yo 17 mingmi? 17 ming. 17 ming yurgan mashina. Ko'rsanglar bo'laveradi. To'rtta yumshoq balonlar taqilgan, kalpaylarigacha qo'yib qo'ygan. Saloniga kirsanglar akalarim, chexollari bor. Ashkaga mehr berilgan, qoraytirilgan ekan. Hamma yo'qlari mana ko'rsanglar bo'laveradi. Mashinamiz 17500 yuribdi. Internatorlargacha qo'yib qo'yibdi akam. Orqalarida mana chexollari bor. Orqa ashkalarga mehr berilgan mashinani. Bundan oldingi kuplar akalarim, bugun yakshanba kuni, juma kuni konditsioneri bor, Damas chiqdi. $300, $350 ga konditsionerlar o'rnatib beryapti ekan. Endi 17 ming yurgan mashinada pollari toza bo'ladi. Temir gaz baloni bor buni. Temir gaz baloni bor. Oladi, minadi ukam deyapti. Akam narxini necha pulga beramiz? 72 deyapmiz, o't beramiz. 7200 kami bor. Variant berasizmi? Necha pul bor telefon qilsin variantga? 3000 tepasida puli bor, telefon qilsanglar, variant ham kelishaveramiz. Faqat Andijonga ham yo'q, Farg'onaga ham bo'laveradi. Faqat Andijonga. Nomeringizni aytib qo'ysangiz? 97lik 964 7001 7001 raqamlariga murojaat qilasizlar. Batafsil ma'lumotni akam o'zidan olaverasizlar. Damas ishqibozlarga 2025-yildan 3 ta topib qo'ydim. Ko'rsanglar bo'laveradi. Tayyordan minaman desanglar, mashinamizni kraskalar toza, 2025-yil, yumshoq balon, sakka diska qo'yilgan. Saloniga kirsanglar, mana chexollar qo'yilgan, mana ashkalarga mehr berilgan. Yurgani mashinamizni yurgani 826 mingmi? 8 ming yurganda, 8 ming yurgan mashina. Bemalol ko'rsanglar bo'laveradi. Mashinamiz poni shunga. Eshik ligirovkalar bunda ham bo'lganmi? Eshik ligirovkalar qo'ygan. Chantaylar ham qo'yib qo'ygan. Mashinamizda temir gaz baloni bor. Orqa tomon ko'rinishlari. Mashinamiz poni shumkada. Endi tayyoridan olasizlar, Navruz nissi ham bor. Telefon qilsanglar akalarimga, hamma Navruzlar qilib qo'ygani ham
bor. Mana bu tomon ko'rinishlari. Ko'ryapsizlar mashinamizni. Buni xohlasanglar telefon qilsanglar, yana xuddi shunaqa 2025-yil Damas'lari bor. Diyorbek aka, buni narxi nechi bu? 8600 dan kelishib o't beradigan joylari bor. Genalni chiqadi, ya? Genalni chiqadi. Bu ham sizlardanmi? Bu akamiz. Bu sizlar kino opionlar xohlasanglar bu qilinmagan hech bola. Shumka, gazlargacha bor mashinamizni bemalol ko'rsanglar bo'laveradi. Bu ham 2025-yil torpedalarigacha shumka bo'lgan. Mashinamizni bu zavodskiy baloni, ya? Ko'rsanglar bo'laveradi. Eshikli girovka qildinglar bunga? Qilingan. Eshikli girovka qilingan. Yurgani mana 5000 yuribdi mashinamiz bunisi. Shumkalari bo'lgan ekan. Alinaga Navro'tining mashinalari ham bor. Endi chiqadi ular. Ular endi chiqar ekan. Temir gaz baloni bor. Pollari buni shu medali 2 qator shumkaligi. Ha, 2 kilo shumkalar. 2 kilo shumkaliklari mana shu bo'ladi akalar. Buni torpeda ham bo'lgan. Torpedalargacha bo'lgan. Buni narxini necha pulga beramiz? 8300 kam bor. Genalni chiqadi, ya? Bu nomiga o'tkazib olish sharti bilan. Zapaska balonlargacha bor ekan mashinamizni. Nomeringizni aytib qo'ysiz? 99lik 901 1319 raqamlariga murojaat qilaverasizlar, layklar bosaverasizlar.